Men bunda nima vaqt qolmay sizlarga nima bespokоить etdilar. Да, mana bunda qog'ozlar ko'rasizmi? Bu бесплатно, olib ketingiz. Давай незаслуженного. Прямо сейчас? Да. Прямо сейчас, наверное, не получится endi. Mana bu qog'ozni olib ketingiz, bu boshqa бесплатный. Unda yozilgan mana Delta FM студия звукозаписи Динара Фейсманова телефонida bor, olib ketingiz. Просто так qo'yib. To'g'risi. Mana g'adatda men sahnaga chiqqach mendan so'rayman, o'zing turunda ko'proq siylardilar. Men kutlamoqchi bo'laman. Narsa yo'q ekan. Ikkigina mezgilni xatirli do'stlar yoqdi mezgil momentlar. Birinchi klassda Ali yeteklab ketdi. İkincisi korkusunda ko'tarib qo'ydi. Bitta shuni bilan men turdim. No bo'ladi, g'adatda men xotin qizlar turida so'rashayotganlar, no xotin qizlarni suvab mag'ruba. Ha, biz mujiklar bitinasa, biz normalniy mujiklar xotin qiz kerak, xotin qizdan boshqa bizga yashavning ma'nosida yo'q, kerakda yo'q. Xotin qizlar bizning shodligimizda, ayg'imizda shu bor. Mana zoldada qarag'iz. 85-90% xotin qiz o'tiradi. Ha, onun prişinisi ilk sebebi. Birincisi, xotinlar o'ylaydi, yerlarni olib kelmaylar, o'rmonga o'tin tiyab jirmaylar deb qo'ydilar. Ikkinchisi, ivlari o'zi kelmaydi. Bilasizmi? 2 soat bo'lsa da shoning tovushini eshitib kechadi. Pult tani qilib endi. Bilasizlar, shuni qarayapti. Bu yerda xotirlar bo'lsa, seriallarni. Hakkida yo'q, futbolda yo'q, narsa yo'q. Ayında xotini bilan kelayotgan erlar da bor. Ularda ikki kategoriyaga bo'linadi. Birinchisi, ular ya xotinlarni o'lib yaratalar, bir sekundda tura olmaydi xotindan boshqa. Ya degan birinchi punktni bilalar ular. Kunlashalar. Xotinni jibarmay o'zining konsertga. No, xotin qiz bitti bu kire joniyasi. U bir kire bilan o'zining so'zini aytsa, ana o o'yindan kelib qaytaram demas. Nima deydi? Xotin qiz aytdi, "To'q." Bitti. Men barabaramiz mashina bilan. Yanında xotin o'tirgan. Barabar deganda bir yil qolmadi deb aytib. Piyano shekilli. Piyano motor endi bitindi-da. Deganda bir falyani olandiq. Dega xotin shuni ko'radi. Bu birinchi ishasi edi, xotin so'zi zakon. Shada to'qdi. Bu xotin atqab chiqadi. Bunda ularni qirqaganlar irayda divana ularni qirqimilar shabalar qirqilar shabalar degan qirqilar shabalar degan qirqilar shundan bu degan oshiqni bo'g'ozdan tutib olgan shabalar degan degan zirab tushib boshini sug'otda qilib olgan shabalar Tamir şu kadar şamarlıyım. Yine de bütünler matrak koyar. Degenin suruşa degen sınga kovukları çıkıp bittim degende altın sudan kolun çıkarı da bu ayıptırıp görsetler. Görse öyle sözün vermeyin. Altın kız şunu diyor. Ne bileyim babay? Söyledi var diye. Rivalet siyakatte. Böyle. Atlar benzin yol zirkenler. Alit borgan kasmede atatarlar şundan avullar yasap kalganlar bitti. Şu atlardan avuz bilen jiri. Ular baralarda kelip kireler bittiğinde bir kvartirada, fatirada şöyle bitti bir kiş olarak girer. Kala söyleşip koyulan aldanıp. Bunda oralar arasında yaş giden jigit vardı. Bu fatirada yaş kilin. Kilinin iri olan şekilde ikinci jakka çıkıp gitken. Bu yigitning kelinga kuzatishi. Bunda bitinda hadisda bo'lsa so'rashga kerak. No'ndi vaqtda joy ishilib turadi. Kelin aytdi ekan, hozir mana siz yoshlar pishirgan o'tin, hozir ekan chiqib o'tin olib kiraman deb chiqib ketadi. Beshalda o'tin javob pishirar bitinda. Ajib bu situatsiyani chiqindira olmaydi. Biz otlarga silni o'zgardik qo'y, istab kiraman deb chiqib ketadi. Bu shiqqancha kelin qushog'iga o'tin ko'targanda kirib boradi. Jigit endi qorong'idan vaqt elektrikasi yo'q. Qorong'idan ortdan keladi, iskartmasdan kelinni quchoqlaydi. Bu kelinning reaksiyasi esa normalniy, bir o'tin kularni olib, qo'yib kelin suvga kirib ketadi. Jigit qola.
Bir köp bilan kirsa yigitning ikki ko'zida da finga olib qarajangan. İptaşlar nörse buldu. Hey, at itti. Bu gelin zıttı diye aytan mı ki? Diyor turlak diken Mongolia bana. İki yüzlere çıkan diken. İptaşlar aytıyor. Hey, yarı Mongolia'dan turlak diken. Yorman vuruyor. Gelin bir karşısında işte. Tına aytayken şulayım. At yanına bir turuluk baramak gerek diye aytıyor. Hey, atın kızıla söyleşmeye bir din joylatmak gerek. Ата кыз нахрапы алып болмайды. Нормальныйдан керек. Ну, ата кыз, конечно, бүтін дүниеде болмаса да, өзінің жұртында болса да кризисті бітіре ол. Bir mujik aytganda xotini kirtmay ekanligini, hozir krizis butun narsa to'lovli platniy, eshigini platniy. Mana bu yerda mening tarafdan narsa ishlanadi, borsida platniy, to'lovli. Bu yerda yo'qsha, tog'a narsa to'lagansiz. Osh pishgan borsida hozir bir darika oshim 50 so'm. Bu yerda akşalarım var edi. 50 so'm. Meni bugun ilk oshib kechildan so'ng jabara ko'pmas. 30 so'm degan xotinim hozir bitingni 80 bo'ldi. 70 so'mlarda sashlab bo'ladi. Xotin to'xtamay ayditinda qarayat qash olay bo'lgandan bir narsa kerak bo'lsa. Anisi 100 so'm. Qanday deydi 70 so'm narsaga yetadi. Qo'lsizida osh kelishadi qiqlay. Tilla uyanib ketsa, xotini qistirmoqda sumkada qozonadi deb. Ну, paketda o'sha kundizda приятный bo'lib ketdi. Shundan tegi sigaret qiladi. "Esa qozonasiz, esa sando" degash, "Hech qilma. Nazima bo'lish xabarga 30 so'm qarimana" demaydi. Ey, bu xotin qizlar so'z qashtirgan bir vaqtda xotin o'zining ishi kerak, shunday joyida yo'q. Ayollar xotin qizga bitingi 50 yosh o'tirgan narsa tugul, nutuva. Inanamıyor. Kelgan yubiley xotin o'tira, yanında mujik, bu mujikning ishi narsa. Xotinning bayrami yaxshigina. Giroy turib bosqanda to'st söylay boshlagan. Men 20 yoshga ishonishmayman. Senanda persik ko'rilib turganim. 30 yoshing uchun ishonishmayman. Senanda şampanski kebek şartlarıyım. 40 yaşın içinde içmeyeyim, senanda konyak kebek kokuyum. 50 yaşın içinde sen. Sen hazır kabiste aşa şi kebek aşa kebek dedi. Altına izleyken hazır bir tınla. Ben 20 yaşım için işe, bir anda persik kebek arılıp turgalıyım. Simat tishlangan kelishlikdim shu. 30 yoshim ichida shaminada shampanskiga shishib qolganda simat bo'ygramaydir. 40 yoshim ichida shaminada konyak va qotiy musiqani ko'rishlarga bo'ladir. 50 yoshim ichida ishamning hozir kabista o'sha shisman ashi, siz shunday xatlar oshaqinglar. Bu qoshig'ini ishlamaydi. Genç, siber, kurban, evdesi, sını, tavuşu, mıngı, atını, minerlerine, bireytip etkiler, olarak nişto diye gazet. Adı iti, belki